Portlashlar va maxsus operatsiyalar. Isroil Bayrutga katta zarba berdi. Qurbon hayiti arafasida Isroil F-16 samolyotlari Hizbullohning dron ishlab chiqarish inshootlari deb da'vo qilgan inshootlarga hujum qildi. Bu noyabr oyidagi sulhdan keyin 4-yirik zarba. Bayrutda tutun ko'tarilgan tasvirlar tarqalmoqda. Ukraina o'rgimchak to'ri 2 ga tayyorlanmoqda. Ukraina razvedkasi Rossiyaga qarshi yana bir sirli operatsiyaga tayyorgarlik ko'rmoqda, deyiladi xabarda. O'tgan haftadagi 117 ta dronli hujum oqibatida 34% strategik samolyotlar yo'q qilingan edi. Ekspertlarning ta'kidlashicha, bu urushdagi yangi bosqich ekanligi aytilmoqda. Ukraina yangi operatsiyada Rossiyaning orqa chizig'iga zarba berishi mumkin. Bu urushda kimlar g'alaba qozonmoqda? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Sizlar bilan bugungi zamon kanali bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.